için adaş tutayda. Ecildi hamma turgul güzel bog'cha yasaydab keldi Hasan harisi tatlı qo'shoq qatayda. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Qushlar keldi har yoqdan jam bo'laylik birgada. To'qu toshqon qo'ygala yetib keldi bir-birlab. Hasan Husan egildi kelganlarni ko'ray deb oltin bilik sakridi o'yin ko'rib kulay deb. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Kelinglar hay do'stlar, birga surun tuzaylik. Kim aqlli ham botuq, mush yerda ko'raylik. Assalomu alaykum kanaldagi kichik do'stlar. Assalomu alaykum qadrdon ota-onalar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat tarqitish shakli shirkati va Şinjan izgil kino televiziya e'lon shakli shirkati birlikda ishlagan Şinjan Aziz xalqaro savdo shakli shirkati xos qo'llagan Aziz Bovoq aql bag'chisi programmasi. Men Ablajon Out Ayo. Men Zumrat Abduqodir. Aziz Buloq aql baxsi programmamiz jamiyatimizdagi 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan barliq kichik do'stlar ota-onalar bilan birlikda qatnashadigan program bo'lib, bolalarning sog'lom o'sib yetilishi asos qilingan sehin sinash, musobaqa, oila hamkorligi va shoxlar ko'ngil ichish birlashgan bolalar programmasi. Biz programmamizda har xil shakllardagi kichik do'stlarimiz uchun a'lo mulozimat qilamiz. To'g'ri. Programmamizning ishki suyimli farzandlarimiz uchun va ota-onalarimiz uchun har zaman ochiq. Yenimligi bo'lsa, bizning aql bag'chisi programmamizning qutqunchiqi Toshqanchaq. Umaq Toshqanchaq. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, undaqda bugungi Aziz Buloq aql baxsi programmamizning tunji sahifasini boshlaymiz. Bizning tunji sahifamiz bo'lsa, biz kaldik. Undaqda eng oldi bilan sahnamizda bo'ladigani Seriq rang gruppasi. To'g'ri. Qizg'in taklif qilamiz. Seriq rang gruppasi sahnamizga marhamat. Qarshi olamiz, Qarshi marhamat. olamiz. Kechqurun nimga adab Yaxshisiz. Oldi bilan o'zingizni va shoxlar guruhingizga barliq maylarni tunishtirib qo'yamsiz. Assalomu alaykum. Ablajon aka, assalomu alaykum. Zumrat dada. Va alaykum Va assalom. alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kichik do'stlar. Mening ismim Zilola. Mening otamning ismi Ablis. Apamning ismi Ranagul. Voy rahmat. Ben shunda qolib tanishtirib beramiz. Qiz bu ajab Zumrat ochimizning kichik vaqti ekansiz siz. Zumratning kichik vaqti ekansiz, siz shunday yaxshi. Rahmat Zilola. Undaqda bugun bizniki aql baxsi programmamizga qanday san'at numar olib keldingiz? Usul. Usul olib keldingiz. Usulni o'zingiz yolg'iz o'ynamsiz, opashlash bilanmi? O'zim yolg'iz. Yaraydi, Badr qiz. Undaqda usulingizni birlikda ko'raylik. Marhamat. Sahna sizga qoldi, marhamat.
Her yaktin kelip mehman dilek Kolum poşta qeyrindaş Urug' tuqqan kasibdaş do'st adaş Geldi bes-besda yetib Utlug' salomlar etib aldiraş Merhaba mehmon, kapsiz qo'yma o'qdan, ko'zim didar g'animat. Yuz ko'rishga kunda bo'lsin amro bizga, ko'kka shodlik va omad. Nag'nava boshlab, qulochlar tashlab, tushib usul samoga. Toza o'ynab birpas, sepmas muchabdas, qulaylik biz marosim. Ko'ngillar gulsun, gulga to'lsin Ashraf Zaynasi berib shodlik bizga Yesin palakuyga nag'ma navosi Ko'ngillar gulsun, gulga to'lsin Ashraf Zaynasi berib shodlik bizga Yesin palakuyga nag'ma navosi Ayacınımını besolanmay özüm seni yürüş. Oldurak çıkmadınız ya ablacan. Rahmet Sulala pek chiroyli o'ynab etdingizmi? Kimning naqsiga uslu o'ynab berdingiz? Ablajon akamni. Ablajoningizning naqshlarini bek yaxshi ko'rgansizda. Ha, bugun usulni bek yaxshi o'ynab berdingiz. Sulala bek xush bo'ldik sizdan. Rahmat. Sizden Yaxshi çıkışınızda yaraydi. ki çıkan altınız şuna yaxşı oldu ya. Şu ruhi altını saklan biraz da ki tıxımı rangdar, tıxımı peyzli oyunlarımızı birlikte oynayımız bulamdı. Ma'qul. Davos rahmat sizga. Aqlli qiz. Badam armab tutib turma. Arab turing, marhamat. Birinci dumoluk mahirimizni naiti kızgın kütüp olduk. Onda bolsa tövende sahneye çıkmakçı boğunu bizden kök rang grupsi. Qarshi olamiz, xush keldinglar. Ben kimni Oy, ko'rdim? alaydi mehmonda bir chiqdi bu. Çık balonu kıra kolum oldu. Ömchik polvon, qarshi olamiz. Xush keldinglar. Yaxshimisiz Ömchik balvon? Yaxshi, Ömchik polvon, bugun bek o'zgacha chiqdingiz sahnaga. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib qo'ying, ananiki guruhingizga maylar tunishtirib qo'ying, bilamdi? Ma'qul. Ha. Assalomu alaykum kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Anqar Arshidi. Men kichik Ömchik polvon, men sabah maktabida o'qiyman. Oy, Men totliga. kichik Ömchik polvon. Ha. Shuning bilan men Ömchik polvon naqshini aytib beraman. Ha, undaqda oldi bilan yuzingizni ichib bir mushadagi barliq mehmonlarga bir o'zingizni ko'z qo'yamsiz. Ko'rmalar qondo polvondo bir ko'rib boqaylik. Uy, umoqli bir bola ekan bu. Diye girishga yigit, ha? Yaxshi Ömchik polvon, undaqda bir guruhingizdagi maylarni bir tunishtirib qo'yamsiz. Bu yoq kim u? Bu yoq mening Arshidin dadam. Dadingiz, ha. Bu yoqchi? Bu yoq mening Adila opam. Opingiz, ha. Bular cho'ng Ömchik polvonlar ekanda. Ha, undaqda bugun bizga Ömchik polvonning naqsini yeb keldingizmi? Undaqda naqshingizni birlikda anglaylikmi? Oldu. Merhamet hanımlar efendiler. Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man does whatever spider can. Spin the web and his eye can't see was just a flies. Look up, here comes Spider-Man. Here's his storm, there's a button. Got ready in the blood. Can't see in the free. Take a lot of a header. Here comes Spider-Man. In the chimney night at the Santa Claus, like a stick of light, it rises just beside Spider-Man, Spider-Man.
o'z naqshini? Shu. Inglizchaga nimdan ustasiz? Shu deb qo'y. Shu. Inglizcha kim o'rgatib qo'ydi? Sabab aytibmi? O'zim o'rgandim. O'zingiz kimda o'rgandingiz? O'zim. Siz nimda yomon? İngiliz parangiz bakamı qamsan? Ablajaqingizga ingliz parangiz baqamsiz? Addiy parangiz beqinglar. So tell me, how old are you? I am Spider. You are Spider-Man? Okay, I got it. I just want to know, how old are you? I am fire. Okay, 5 years old, right? It's good, cool. Welcome to our stage. Have a good time, okay? Okay. Men maqashtirayman shuni orqasidan kesib qoldim o'zimni. O'tirib turing. Unda bo'lsa, Spider-Manga rahmat, Ümit Palvonga rahmat va ishqillar ko'p rahmat. Xush kelibsizlar. Rahmat. Bugun noyda qoltis noyda esil bolalar kelibdi. Bir-birsida aqlliq nim degan botir bolalar bu. Xo'sh, shunda biz buyuk sanimizdagi eng oxirgi bir guruh maylar, ya'ni qizil rang guruhiga maylarni sekinimiz taklif qilamiz. Qanday marhamat. Marhamat. Qizg'in guruhidagi mahirlarimiz sahnamizda. Qarshi olamiz. Xush kelibsizlar. Wow, yana bir kelishga ega sahnamizga chiqdi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Keldinglar. Assalomu alaykum. Ha? Qarshi olmasini. Rahmat. Uy, ben kumbat yigit. Undaqda oldi bilan o'zingizni va shunaqlar shu apa inoz turgan cho'qib apashlashmishlarni o'zingiz guruhiga maylarni bir tunishtirib qo'yamsiz. Ma'qul. Ha. Mening ismim Cherziman Shirali. Ha. Bu dadam, bu apam. Ha, dadangizning ismi, apangizning ismi? Ha. İsmi Bu bu? Shirali dadam, bu Inur apam. Nima? Elyor opa? Yo'q, Inur. Ha. Shir zamon siz bugun oblajon deb chiqdingiz-ku? Ha. Oblajoningizga bek umroq ekansiz-da. Bu yoqdan yaqinda tanishgan kichik do'stim bo'ldi. Aslashganlar do'stayli. Go'zallikka va payzgan chiroyli yarashibdi. Yaxshi yarashib voy, men qarab ketib qoldingiz. Ha, shir zamon. Endi bugun Man qarasam, menga qarab qo'ymasangmi, o'chib qoldim sana. Sen bu qizlarni ko'rsan ketib qoldi ekansan. Yaxshi. Ha, shir zamon. Undaqda bugun aziz buaq aql bahs programmamizga qanday san'at umrib keldingiz? Ablajon aytning narsini taqat qilgan narsini. Taqatuqu degan naqshni olib keldingiz. Undaqda ablajonimiz sizga so'yish berganda. Meni familiyamni xato deyapman, Ablajon Nahot Nasriddin dedim ama. Bakingizning ismi nima? Ablajon Avot. Ayub. Ablajon Avut Ayub shunaqo? Ha, Ablajon Avut Ayub akangizningki taqatuqa degan naqshni aytib bersiz shunaqmi? Undaqda birlikda anglaylik. Keldin dostlar taqutqu o'ynaydi. Gel kichik omoq do'stlarim, sizlar bilan billa o'ynayaq yaqsimanlar. Demaymiz, demaymiz. Gel oynaylik biz sorun mirasda. Bu amrak balalar sana 180'siz sualınğa, şux kepsiz qiyliqinğa, tulmu omaq turiqinğa. Oyunumuz başlandı. Merhamet. Taqutqu zanjir macan şichildi. Terib qilinmay bugun yana kesh buldi. Qopimda da ketayli. Qopim ana ketayli. Şanlanamның gülbeg'idan qadir bucaq. Tandan tushdim ko'kkiga, yani selim cho'kkiga. Qo'shnimizning uyida yig'ilib ketdim ko'kkiga. Bir-birini to'g'rasina, navbat aylanib manga. Keladi yoki sana sen turib sen chiq. Sen bilan chiroyim bilishmas kulga, zerikmas sana qarab kunda. Qaytqim kelar kichikligingga, ko'zdagini so'zakligingga. Oyunumuz başlandı. Merhamet. Taqutqu zanjir macan şichildi. Terib qilinmay bugun yana kesh buldi. Qopimda da ketayli. Qopim ana ketayli. Şanlanamның gülbeg'idan qadir bucaq. Baq qoltiskansiz-ku? Oblajoningizmi yaxshi o'ynayapsizku? Ha shu. Shu kimdan yigirib oldingiz shir zamon? Bu suvni? Avvalaqqa bizning yoshlarimizni qo'ydi shunidan. Bugun oldingizmi? Ha. Undaqda oblajoningiz bilan musobaqa qilamiz. Kim yaxshi o'ynaydi? Musobaqa qilim yo'q. Yo'qmi, nima ishqa qo'rqamsiz?
Ancha-muncha yuz berdi ama. Ablacığınızga 100 berib qo'ydingiz, ha? Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, biz keldik sayfimiz mu müşahede oxirlashdi. Bizning bu sayfimizda kelgan kichik do'stlarimiz bir-birisiga qoldi, saqatan nayt, sarxil nayt, esil san'at umrlari bizga elib keldi. To'g'ri, ularning ifodasi bir-biridan yaxshi, ha? Kiyib chiqqan kiyimlarimiz aytdi, qamlashgan. Qolsa, Endi biz tuanda shu birinchi sahifamizdagi ifodasi eng qaltis bo'lgan ko'k ranglik oiladagi Anqar Erkinga mukofot pulimiz so'q qilamiz. Anqar, marhamat, hajam muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin Anqar. Sizga 10 sekund vaqt beramiz. 10 sekunddan ichida bizning sovg'at rayonimizga kirib, o'zingiz yoqtirgan sovg'atni olib chiqing, ha? 10 sekund boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, yaxshi yoraydi. Ha, Nayda qalti soğatda bir nep çıktı ya. Bizden Ankara dostumuz Şinjan Serikçiler Cemiyeti MMC Sehirgerler Klubi təminləyən 20 xil sehirgerlik əsvabi və şunaqla 100 neçə xil maharet usulü qaçılınğan sehirgerlik buyumi soğuldu. Şundaq o. Nayda qalti soğatdan birini açıqıpsız sehirgerlik qiziqamsız. Yaxşı görəmsiz? Hə, musoğatdan önümdəki paylanıb kəlgüsüdə yaxşı bir sehirger buluş olsa tərəfdaşımız bulamdı. Yaxşı, mərhəmət. Görüp atqanlar Şinjan Televiziya Stansiyası, Şinjan Xuyi Mədəniyyət Tarqıtış Çəkiliş Şirkəti və Şinjan İzgil Kino Televiziya elan çəkiliş şirkəti birlikdə işləyən Şinjan Aziz Xalqara Savdo Çəkiliş Şirkəti xas qollayan Aziz Bovaq Aql Bağçısı proqramısı. Ekran aldığı qadrli görmən dostlar, bizning növbətki səhifimiz bolsa, Çivarqul səhifəsi. Biz bu səhifəmizə oxşaşla Ürümçilik Aylar Birləşməsi Şinhua Balabağçısının oxutucusu Rənam müəllimni alay təklif qıldıq. Xoş gəldiniz Rənam müəllim. Marşalımız, xoş gəlibsiz. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi kichik umoq do'stlar, shundaqla naq maydondagi suyumli kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Yaxshi. Bugun men sizlarga badam to'p yasashni o'rgataman. Kichik do'stlar, yasashni xohlamsizlar? Xohlaymiz. Unda bo'lsa biz har bir kichik do'stning oldiga Ra'no muallim bir rangli qog'oz tayyorlab qo'ydi. Kichik do'stlar, qo'limizga olaylik. Buni biz oldi bilan o'ttirdan 2 qatlab olamiz. Uzuncha qilib, uzun, qarang, qarab. Ha, to'g'ri. Bo'ldi, patirka qilaman. Qatib oldikmi? Ha, yaxshi. Samayın bisitimiz. Yo'q. Qo'l yaxshi. Qirnonda bisitsa. Qara. Endi biz buni Da bisitsa. acha ichib olaylik. Asa qog'oz yuzda bir tal uzun siziq paydo bo'ldi ya. Biz buning ish kuchini markazning o'ttirig'a keltirib qatlab olamiz. Buniki ichiq tarafini qatlamdik, ma'lum yoki yipiq tarafini? Yipiq tarafidan boshlab qatlaymiz. Yipiq tarafidan. Qaraman qara. Yaxshi. Shundaqla yana bir tarafini yana markazdan ishga qarshi qatlaymiz. Mana qazilda. Biz asliga keltiramiz. Kichik do'stlar, qaranglar. Nurg'ulg'an siziq paydo bo'ldi, shundami? Qog'oz yuzda. Endi biz buni to'g'risiga qo'yaylik. To'g'risiga. Uzunsiga, uzun qo'yamiz. Buni biz yana ikki tarafini ichiga kirgizamiz. Oldi qol. Bizga. Yanımda sig'ma. Ikki tarafini ichiga kirgizib olsak, bundaq shakl asli bo'ldi. Kichik qarang, qo'yay. Olchum atrofidagi. Ikki tarafini. Qandaqdi? Kirgizib oldikmi? Endi matrafdan kirgizib olamiz. Siz pishib qatlaganda yaxshi qatlamabsiz, ha? Qatatdim. Qarang. Dedingizmi? Ichiga kirgizib oldik. Amanimi? O'xshashlar. Ichiga kirgizib olamiz. Endi bir de Ha, to'pini shaklga o'xshab qoldi, shundami?
Hakikaten bir topunun şekli Xatlar çıktı bo'ldi. hazır Ha, to'pining shakli chiqdi. Endi biz buning ostidagi 4 uchini markazning o'ttiga qarab qatlaymiz. Ben bir mani yasolayam. Ben qoldim Markazning kenarda. o'ttiga qarab turib qatlaymiz. Manimi o'xshashlar. Ya bo'ldirman ben yasayam. Yani, bundak sıra. Andan keyin qatlayapman. Ben teslim. Qarshi tarafini yanada o'xshash qatlab olamiz. Hiç vakası yok. Ablacakanlar en keyini kaldığan buldu. Sizler birinci bulduğan buldunlar. Endi buni öreymiz, örüp yanada o'xshash. Yanada o'xshash. Yok. Çık tarafini markazning o'ttiga qarab turib qatlaymiz. Bundak sıra. Aldırmaymiz ha, aldırmay. Mayaqnimi o'xshash qatlar. Ha, doğru. Aşı kırgıca tezgah. Sat bo'ldi ya. To'g'ri bo'ldi. Endi Yana matrapni. qatlaymiz. Ha, Qarshi to'g'ri. tarafini markazga Keyin qolsa aketib chaqon bo'ladi. qatlaymiz. Ha, jab patirka mana. Ha, yaxshi mana. Yaxshi Shularni mana qatab qiloldi mana. Ha, qaranglar, bu nima asli bo'ldi? Uyga o'xshamdi ekan. O'xshaydi ekan. Endi-chi biz buni ikki aslik ichki kuchini ichiga, do'ppining ichiga kirgizamiz. Aldirmay turing bilaman. İçiga tushunozman. Aslidagi ish kuchini biz qatlab, to'pini ichiga kirgizib ekanmiz. Astidagi Qarang sizlar. Va ish kuchini ekanmiz. ichiga kirgizamiz. Shundami? Bundak. To'xtab bilaman, qilib beray sizga. Bundak sıra. Bundak sıqilib, miyadan ishga kirgizib ekanmiz. To'xtab bilaman. Qarang ko'rdingizmi? Mana astidagi ish kuchini ichiga kirgizamiz. Shundaqlam yana bir ish kuchini Barmoq qilaylik, ichiga ya? kirgizamiz. Qani qarmani shikirgizan. Rahmat. Mashinaga o'xshamdi ekan. Sizlarga qizcha qarama, Buni o'zimiz biz yasab asta-astaqlam biz yasmoqchi bo'lgan badam to'ppa. Bizdagi bu qitimqi chivarg'u sayfimizda barliq kichik do'stlarimiz muallimning yetakchiligidan nayt chiroyli bo'lgan badam do'pini yasab chiqdik. Afsus, Ablajon akanlar yasay olmay qoldi. Rahmat, bizga nayt chiroyli badam do'p yasashga yetib qo'ygan Ra'no Gulmanovga yana bir qitim rahmat bildiramiz. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, endi bizning navbatdagi sayfimiz bo'lsa, Baslashaylik sayfisi. Kichik vaqtimizda bundan kartlarni o'ynab boqqanmi? Men kichik vaqtimda o'zimiz yasabmiz, shunaqa kartlar o'ynatdik. O'zinglar yasab o'ynadinglar. Hozir kichik bolaniki shunday yaxshi juma hozir tayyor yasab berdik ekan. Undaqda biz mana shu karta o'yin orqali uch do'stimiz bilan baslash baqsa qanday? Bo'ldi. Oldi bilan sahnimizga Qizilrang gruppasidan Shirzamon Shiralining taklif qilamiz. Shirzamon Shirali sahnaga marhamat. Ha, yaxshi. Shu o'tirib kelgan Shirzaman. Siz mana bu yoqqa keling. Ha. Onunuz mushkatdan to'xtamay sanaysiz, men sizdan savol so'rayman, ha? Undaqda bizniki o'yin qoidamiz bo'lsa, qo'lingizga mana shu kartlarni beramiz. Siz buni sanaysiz, jami nechtal karta. Mushu sanayotgan vaqtingizda biz sizdan har xil savollarni so'raymiz. Siz cho'qim biz o savolimizga ham to'g'ri javob beradigan asosda mushu kartlarni sanay olishingiz kerak. Qila olamsiz? Qila olayman. Ha, undaqda kartani sizga beraylar. 2 Ismingiz nima? 3 Ismingiz nima? Shirzamon Shirali. Ha. Davomlashtiring. Bo'ldi, chiq. Tushib ketganlarni ayvalmay shunmaydi. 3 bo'ldi-ku. Ha, davomlashtiring. Oxirni. Ha. 3 4 Qancha chiqdingiz? Ota kiraydim qizim. Ha, davomlashtiring. 4 5 Shirzaman imtihon qamroq. G'amroq bo'libsiz. Yana esketdi. Necha keldingiz? Nechinsi keldingiz? Uchinchisiga Esketdi Shirzaman. Hech vaqasi yo'q. Ancha qolganda oldig'i sanay oldi Shirzamanni. Yaxshi g'ayrat qiling Shirzaman. Rahmat, unda bo'lsa bizning Qizilrang gruppasizdagi Shirzamon armab tutsin. Yana biz Ko'k rang gruppasidan Anqar Arshidini sahnaga taklif qilaylik. Marhamat. Marhamat. Anqar bizdagi o'yinimizning qoidasini asosiyatini tushundingizmi yigitlar?
Ha, undaqda qo'lingizga mana shu kartlarni ilib sanaysiz, ovozingizni chiqarib shu ariqda biz sizdan savol so'raymiz, ha? Qani undaqda boshlandi. 1, 2, Ismoilsizmi? 3. Anqar Arshidin. 4, 5. Apangiz ismi nima? Opamning nimi Adila. Necha bu? 5, 6, 7, 8. Angka nimta makamroq? Poluga. Juda turgan gap. 6, 7, İngilizceni yaxshi dalaysiz-ku, ha? 9, Ha, javob bering. Siz nim palvon? 11, 12. Sonu bitti. Yaxshi. Siz nim palvon? Savolimizni javob bermay turibdi. Yo'qchi, Yaxshi, yaxshi. yaraydi Hadi yaxshi yigit. bo'ldi, ha. Ko'kran guruhisiga rahmat. Tuanda bizning sahnimizga chiqmoqchi bo'lgan Seriqran guruhisidan Zilola Abdulaziz. Marhamat. Marhamat Zilola. Qani marhamat Zilola. Endi Zilolaning ikasini sinab baqaylik, ha. Zilola bizning o'yinimizdan qaysini tushundingizmi, ha? Bilib oldingizmi? Mana kartalar. Undaqda boshlandi. 1, 2. Dadangizning ismi nima? Dadamning ismi Ot. Ot? Yo'q. Unda demak istim. Dadashning ismi nima? Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Men dapiray, dadangizning ismi Abdulaziz. Abdulaziz. Bo'lamdi? Sadashi Ha, to'xtab qo'yman, ha. Ishga kelgansiz, davomlashtiravering, ha? Davomlashtiring. 4, Ha. Ha, 4. 5, Zilola nimta maqamroq? 8. Zilola nimta maqamroq? Hammasiga amroq. Davomlashtiring. Maykingizning rangi qaysi rang? Siriq. Ha, davomlashtiring. Qancha keldingiz? Qancha bo'ldi? Izi ketdi. Ish yoqasi yo'q, lekin siz bu yerda 8 ga sonli oldik shunday-ku. Ish yoqasi yo'q, 8 ga sonli oldingiz. Yaraysiz Zilola. Ha, bizga berilgan kartalarni endi keyingi bosqichlarda g'ayrat qiling, ha? Marhamat. Bu haqiqatan tasishga juma ablajon. Undaqda endi siz sanab bermang, Ya, men siz savol so'rab so'rab baqay. baqing, men savol so'rab baqay. Ha, bo'pti, yaxshi siz savol so'rang, men sanab beray, ha. Ha, ma'qul ablajonning shpasini ko'rib baqaylik undaqda. Boshlandi. 1, 2. Ablajon qanday yaxshi ko'rsiz? 5 hammasini. 6. Ablajon siz nimta maqamroq? 8, 9, pisa polo, 10. Ablajon siz necha numarada oyoq kiysiz? 13, 42, 14, 15. Çok bana hey. Rahmat. Ablajon ham cho'p cho'ntirmoq 4-5 yosh kichik Ah, bo'lsangiz, shu. besasangiz sep turardi. Rahmat, undaqda bizniki besashayli saytimizda ishbasi eng yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, yanada ko'kranlar guruhidagi Anqar Arshidin. Marhamat. Yaxshi. Anqar Behyumongu. Yo'qolsa yigit. Ha, ishbadingiz shunday yaxshi bo'ldi. Yana sovg'at ilish fursatiga erishdingiz. O'xshashi bizning sovg'at rayonimizdan 10 sekund vaqt beramiz. O'zingiz yoqtirgan sovg'atni olib chiqing, ha? Boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yaxshi. Voy, nimaga jiq sovg'at bu? Anqardan erishgan sovg'ati bo'lsa, Shida nurg'u yaxshilar bak. o'xshasa, Şinjan Aziz xalqaro suv shirkati ta'minlagan Aziz buvoq har xil tatliq, pranik va shunaqlar Yurish turmush buyumlari. turmush buyumlari. Mana yuyinish yo'q, Wow, chachimiz yo'q. nimga yo'q sovg'atlar bu, ha? To'lib toza, eng yo'q sovg'at nafsiz-a? Mana Yaxshi, Anqar. muborak Yaraysiz bo'lsin. yigit, muborak bo'lsin. Marhamat. Navbatdagi sayfimiz bo'lsa, kichik cho'lpon sayfisi. Qani tuanda qizg'in olq sadolarimiz bilan kichik cho'lponlarimiz sahnamizda taklif qilaylik. Qaysi kichik cho'lponimiz bizga qanday numara olib keldi ekan? Diqqatingiz ekranimiz bo'lsin. Marhamat. Marhamat.
Qadrmen do'stlar, navbatgi sahifamiz bo'lsa, kim aqlliq sahifasi? Bu sahifamizda 3 guruhdagi mayirlar o'zaro chiqib musobaqaga tushdi. Albatta biz tayyorlagan savollarga javob berdi. Har bir guruh mayirdan 3 dan jami 9 savol so'raymiz. Dastlabki 2 savolga o'zi javob berdi. Keyingi savolga faqat javob beramiz, ota-onasidan yordam so'rasi bo'ldi. Undaqda oldi bilan sahifamizga chiqadigan bo'lsa, Ko'kran gruppasidan Anqar Arshidin marhamat. marhamat Anqar. Birinchi savol. Qatnash signal chiroqlari ichida qaysi chiroq yonganda yo'ldan o'tsak bo'ladi? A javob qizil chiroq, B javob sariq chiroq, C javob yashil chiroq. Qaysi javob to'g'ri? Si. C javob nima chiroq? Sima. Qatnash signal chiroqlari ichida qaysi chiroq yonganda yo'ldan o'tsak bo'ladi? Yeşil çırak. Yaraydi, yigitga aqlliq, yaxshi yaraydi. Undaqda ikkinchi savolingizga diqqat qiling. Unda bo'lsa Anqar ikkinchi savolimga diqqat qiling, ha? Omaq hayvonlar gaz shariga o'ltirib ko'kka ko'tarildi. Bularning ishida qaysi ikki hayvon o'tirgan gaz shari o'xshash bizga bir ko'rsatib berasiz? Marhamat. Qani. Mana bilan yana bir qaysi? Rahmat. Yaxshi, aqlliq yigit. Kilning gaz shari bilan chashqanchoqning gaz shari o'xshashga shunaqa yaxshi yaraydi. Endi Anqar 3-chi savolingizga diqqat qiling. Agar 3-chi savolingizga javob beramisangiz, ota-onangizdan so'rasangiz bo'ladi, ha? 1 kilogram paxta eg'irmi yoki 1 kilogram temir eg'irmi? Kömür. Ota-onangizdan so'rab boqamsiz yoki Jazmlashtiramiz. jazmlashtiramsiz? Atadı sor. Ota-onangizdan so'rab boqamiz. Siz berang. 10 sekund vaqt beramiz, ha? Ha, tez ota-onangizga. 10 9 8 7 6 Şiksitem. To'g'ri, ikkisi tang. 1 kilogram paxta bilan 1 kilogram temir ishkilsa eg'irligi o'xshasa 1 kilogram bo'lg'ashqa miqdori tang bo'ladi. Yaraydi yigit, Anqar Arshida nimga aqlliq. 3 savolingizga to'g'ri javob berdingiz, ha? Qani, endi aramab turing. Hadi yaxshi, ha? Unda bo'lsa tuanda bizning Qizildiran gruppasidan Shirzamon Shir Ali sahlimizga marhamat. Marhamat yigit. Bundaqda Shirzamon savolni yaxshi oling. Savol. Jiddiy qutqizishning telefon nomeri qancha? A 110, B 119, C 120. Qaysi javob to'g'ri? Ya'ni A 110, B 119, C 120. Jiddiy qutqizish deganimiz doktorxona. Odatda biz bir kasalni doktorxonaga olib bormoqchi bo'lsak, doktorning telefon nomeri qancha? 120. To'g'ri bo'ldi. To'g'ri javob berdingiz, yaraysiz. 120 yaxshi aqlli yigit. Rasmda ko'rsatilgan o'rmonliqqa 3 yilon yoshiringan. Siz bu 3 yilonni tezlikda tepib bering. O 3 yilon qani? Birinchi yilon. U qanday rangli yilonga birinchi yilon? Yeşil. Yeshil rangli yilon yaxshi. Ikkinchi yilonchi? Kök. Qani u yilon? Yaxshi aqlli yigit. Uchinchi yilonchi? Sarık. Qani u yilon? Yaxshi, yaraydi yigit. Yaxshi, biz aynimiz qaytib keling. Hadi yaxshi bo'ldi, ha? Aqlli yigit, endi 3-savolingizga diqqat qiling, ha? Eng oxirgi savolingiz, yaxshi oling. Siliq yerda yumaloq to'p tez yuguradi yoki yapaloq to'pmi? Agar o'zingiz javob beramisangiz, ota-onangizdan so'rasangiz bo'ldi. Qani, marhamat. 10 sekundda 10 9 8 7 6 5. Ha, o'tirkilan yaxshi yigit. Undaqda qaysi javob to'g'ri ekan? Şımlak. Yumaloq to'p. Yaraydi, aqlli yigit to'g'ri javob berdi. Shirzamon Shirali shunda aqlliga bizning 3-chi savolimizga almay to'g'ri javob berdi. Yaraysiz yigit. Amdan tanlab tursangiz, endi keyingi bayramimizning sakmizak qo'nizda. Xo'sh, endi bizning oxirgi guruhimiz, ya'ni sariq rang guruhidan Zilola bilan sakmiz marhamat. Zilola, sizdan o'xshashlar 3 savol so'raymiz. Savolingizga diqqat qiling. 1 kilometr qancha metrga teng? A javob 1 metr. B javob 100 metr. C javob 1000 metr. Qaysi javob to'g'ri? 1000 metr. 1000 metr aqlli siz, endi aqlli Zilola. Shunda to'g'ri javob berdik savolimizga. Endi ikkinchi savolingizga diqqat qiling Zilola. Ikkinchi savolimiz rasmga asosan javob beradigan savollar bo'lib, mana siz ko'rayotgan rasmlarning ichidagi har bir parcha rasmlar o'zaro parchalatilgan. Endi mana rasmlar ichidagi qaysi ikki parcha rasmni birlashtirsak mukammal bir hayvon hosil bo'ldi.
Siz shuniga asosan shu ikki hayvonni, ikki rasmni birlashtirib, ya'ni sizib beramiz bizga, bo'lamdi? Marhamat. Marhamat, boshlandi. Ha, tutashtirib bering hamdi. Yo'lvos yaxshi, to'g'ri. Yaxshi, yana birsi. Ikkinchisi fil Fil. yaraydi. Yana Uchinchisi birsi. qo'y yaxshi yaraydi. Aqlli qiz. Yaxshi. Yaxshi otadingiz. Endi sizning eng oxirgi savolingiz. Eng oxirgi savolingiz Lola. Agar eng oxirgi savolingizga javob beramiz, ota-onangizga yordam so'rasangiz bo'ldi. Keyingi savolingizga diqqat qiling. Qumchoq cho'ng bo'lganda nimaga aylanadi? Javobini bilamsiz? Ota-onangizga so'rab keling. 10 sekund vaqt beramiz. 10, 9, 8, 7, al yaxshi. Lola bekdiz. Ha, qumchoq cho'ng bo'lganda nimaga aylandi ekan? Paqa. Paqa, to'g'ri, muborak bo'lsin. Sizlarga o'xshashlar bizning savolimizga to'g'ri javob berdi. Yaxshi yaraydi. Qani marhamat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizningki kim aqlliq sayfimiz bu mushada oxirlashdi. Bu sayfimizda 3 yil do'stimiz shunda aqlliqga bir-birsidan savollarga osmaylab to'g'ri javob beryapti. Undaqda biz bu sayfidagi sovg'atimizni Zulalarga beramiz. Zulalar sayfimizga marhamat. Muborak bo'lsin, Zilala. Muborak bo'lsin Zulalar. Zulalar sizga o'xshashlar 10 sekund vaqt beramiz. Belgilangan vaqtning ichida sovg'at rayoniga kirib, o'zingiz yoqtirgan sovg'atni chiqsangiz bo'ldi, ha? Qani undaqda boshlandi. Marhamat. 10, 9, 8, 7. Yaxshi. Yaraydi Zulala. Men texo Zulalarni qo'nchaqa chiqamdiki desam, Zulalar o'ylabgan yerdan, yana o'xshashlar. Shinjang Serikchilar jamiyati MMC Sergerlar klubi ta'minlagan 20 xil sehrgarlik asbobi va shunaqlar 100 necha xil mahorat usuli mujassamlangan Master Magic klubi ta'minlagan sehrgarlik buyumlarini ilib chiqdingiz. Xo'sh, qadrli ko'rgan do'stlar, bizning navbatdagi sayfimiz bo'lsa, Billa o'ynaylik sayfisi. Bu sayfimizga har bir guruhdagi mayirlar, ota-onasi va shunaqlar bolalar to'liq qatnashdi. Shunaqo, demak, kichik do'stlarimiz ota-onasi bilan birlikda bu o'yin qatnashdi. Oldi bilan sahnamizda Marhamat, birinchi bo'lib sahnaga chiqadigan bo'lsa, ko'k rang guruhining Anqar va uning ota-onasi. Marhamat. marhamat. Da bo'lsa diqqat 3, 2, 1 boshlandi. Boshlandi. Yaxshi. Tez. Dadash qistirog'iga keling. Ha, bo'ldi. Keling. Yaxshi yaraydi. Vaqt qimmatlik, Ikkinchi vaqt to'p. qimmatlik. Yaraydi. Xivati suratda. Yaxshi. Aqar bexatar diqqat qiling. Ha, yaxshi. Uchinchi to'p yaraydi. Yaxshi, aqar tez. Vaqtlar bo'ldi. Yana 40 sekund vaqtlar bor. Yaraydi. Yaxshi. Chiqa. Yaxshi. Ha. Birdan yaxshi, bir qaytada birdan tez. Yaxshi. Ha, aqar qaytkinim. Ha. 15 sekund. Tez. 15 sekund. Yaxshi. 10 sekund. 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Toshdi. Yaxshi. Da bo'lsa. Aqarning orasizdagi to'p bo'lsa 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 7 tal, 8 tal to'p. Yaxshi. Ko'k ranglar guruhi 8 tal to'pga erishdinglar. Aqarning shivasi shunaqa yaxshi bo'ldi. Endi navbatda biz qizil rang guruhining 88 bo'lamiz. Marhamat. Marhamat. Shirzamon va uning ota-onasi. Marhamat. Ha, Shirzamon. Endi sizning ishpadingizni qaraymiz yigitlar. So'g'at ilish ololmaslik mushu bosqichga tang bo'lib qoldi undaqda. Sal azroqlik Kerak to'g'ri boshlasan bilan jiq shpalanman ekan. Xo'sh, tayyorlik qilaylik. 2, 1 boshlandi. Tez yigit, yaxshi yaraydi. Chaqa. Qancha tiz bo'lsa, qancha to'p dadash yetkazsa shu yaxshi. Ha, g'ayrat qiling Shirzamon. Yana yaxshi yaraydi yigit. Shukra. Ha, chaqan. Tez. Yaxshi yaraydi. Chaqan. Yaxshi, tez. Ha, yaxshi Shirzamon yaraydi. Uy, yirik so'g'an bo'ldi Shirzamon. Yaxshi, botir yigit. Yaxshi. 20 minut vaqtlar qoldi. Darhol bo'linglar, chaqan bo'linglar. Tez. Ish vaqasi yo'q yigit. Chaqan. Bori biz o'yinimizga. Chaqan, ishtik. Bori, mana olaylik Shirzamon, onalar qarimiz bo'ldi. 20 sekund vaqtlar qoldi. Chaqan. Yaxshi, tez. Ishtik. Chaqan. 10 sekund. Yaxshi yaraydi. 8, Tez. Ishtik. 6, 5,
4, 3, 2, 1. Yaxshi yaraydi. Qizlarlar guruhiga erishgan to'pi bo'lsa, 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 7 talga. Yaxshi yaraydi. Shu zaman o'tirliqda bir muncha vaqtni isrof qilyapsiz, yana 3 tal to'p teriyalaytingizdan o'tirda. Qizlar guruhisidagi mayllarimizning ishbasi shunday yaxshi bo'ldi, lekin shu zaman o'tirliqda ozroq vaqtlarni isrof qilyapti-ya. To'g'ri. Ish vaqasi yo'q. Endi, keyingi maylarimizni sekma-sekma qilamiz. Serxan guruhi Zulala, marhamat. Marhamat. Da bo'lsa tayyorlik. O'yinimizning qoidasini tushundingizlar-ku? Yerga vaqt Davom diqqat 3, 2, 1 boshlandi. Boshlandi. Tez Zulala, yaxshi. Yaxshi Zulala. Yaxshi. Ikkinchi to'p. Yaraydi. G'ayrat. Uchinchi to'p. Vaqtni tuting. Batur. To'rtinchi to'p. Tez vaqtni tutinglar. 20 minut vaqtingiz qoldi. 30 minut vaqtingiz qoldi. Yaraydi. Minut. Yaxshi yaraydi. 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt o'tdi. Zulala vaqtga juma bizning serixonlar guruhimizda bo'lsa 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 7 tal, 8 tal to'p. Muborak bo'lsin. Xiljiq to'p chiqibsizlar. Bizning ko'kran guruhimizga maylar bilan serixon guruhimizga maylarning natijasi o'xshash bo'lib qolg'achqa biz ularga yana 30 sekund vaqt beraylik. Ular yana 30 sekundda musobaqaga tushib, natija oydin bo'lsin bulardi. To'g'ri, hal qilg'ish musobaqamiz boshlandi. Marhamat, ko'kran guruhi bilan serixon guruhi sahnimizda. Tayyorlik. 2, 1 boshlandi. Yaxshi yaraydi, g'ayrat qilinglar. Yaxshi, tez. Qaysi guruh yengdi? 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaqt o'tdi. Yana ko'kran guruhi yendi. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bu o'ynali saytimizdan natijaga erishgan do'stimiz bo'lsa, yana o'xshashlar ko'kran guruhisidagi Anqara Arshidi. Marhamat. Anqara ishbarimiz pek yaxshi ketdi-ku. Sizga yana o'xshash 10 sekund vaqt beramiz. So'g'at rayonidan o'zingiz kirib, o'zingiz yoqtirgan so'g'at yeb chiqing undaqda. Bergan vaqt boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 yaxshi yaraydi. Undaqda sizningki olgan so'g'atingiz bo'lsa, Xinjiang Intel kasbiy texnik tarbiyalash maktabi ta'minlagan kichik doktor tez hisoblash usuli namliq plastinka. Muborak bo'lsin, aytgan so'g'at talabsiz, texnik yaxshi o'quvchi yigit. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi saytimiz bo'lsa, haftada bir hikmat. Qani, ekran marhamat. Marhamat. Chashqanlarning yig'in chaqirishi. Mushuk chashqanlarni tutib yeb, kun bermagachga chashqanlar biror apchil chora qo'llanib, bu tugimas ofatdan qutulish uchun yig'in chaqiribdi. Yig'inda bir muncha takliflar o'tirib qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin hech qaysi ko'pchilikni qoyil qilinmabdi. Shu chaqda bir chashqan o'rnidan turibdi. Men bir aql topdim. Biz mushukning bo'yniga bir qo'ng'iroq esib qo'yayli. Shunday qilsak, mushuk bizga yaqinlashsa, biz qo'ng'iroq ovozini anglab bilib olaymiz. Shuning bilan mushukdan qochib qutulg'ili bo'ladi. Bu taklif qizg'in olqishlanibdi. Hamma chashqan xushal bo'lishib, qizg'in javob berishibdi. Bu chaqda Boyotinning yoqi bir eg'izmi gap qilmay o'tirgan bir qiyri chashqan o'rnidan turibdi. Bu haqiqatan esil chora bo'ldi. Haqiqatan mo yaxshi unum berdi. Biz mo mushukdan qutulib qolamiz. Lekin bu yerda nihoyat bir muhim masala bor. Mushukning bo'yniga qo'ng'iroqni kim osidi? Bu gapni anglagan chashqanlar bir-biriga qarishib, jimibla ketishibdi.
tədbirini o'tirg'a qo'yish oson, lekin uni ishga oshirish undaq oson emas. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, aziz buaq aql baxsi programmamizning bu soni yana o'xshashlanmaydi. Sarxil mazmunlar bilan oxiriga yetib keldi. Albatta biz bu sonimizda ishbasi eng yaxshi bo'lgan kichik do'stimizni mukofotlab, chempion mukofotini beramiz shundaqku. Albatta bu sonimizda ishbasi eng yaxshi bo'lgan guruhi bo'lsa, Bizning ko'k rang guruhi, ya'ni ko'k rang guruhidan Anqar Arshidin guruhi muborak bo'lsin Anqar. muborak bo'lsin. Biz oldindan mana shunday kerak aqlli Anqarni berib cho'qigan opsiga Shinjang O'sigil Grim buyumlari shirkati ta'minlagan bir yurish Grim buyumlarini sovg'a qilamiz, qabul qiling. Muborak bo'lsin. Albatta mana shunday yaxshi bola tarbiyalagan dadasini Urumchi Guldiyar yemak hisobida ta'minlagan yurish sovg'at murabbalarni sovg'a qilamiz, qabul qiling. Muborak bo'lsin. Albatta Umaq Shigit Anqargimi Shinjang Vallahi xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan Isil sovg'a bilim xumar bilan mukofotlaymiz. Albatta bizdagi chempion yigit Anqarga sovg'a qilgan yana bir sovg'amiz bor, u bo'lsa-mu Aziz buvoq aql baxs programmamizningki oltin medali muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta bu sonda bizdagi qizlar guruhisidagi Shirzaman Shirali nomli ishbasi shunday yaxshi bo'ldi yigit shundaqku. Albatta Shirzaman Shiraligimi o'xshashlar bizningki sovg'atlarimizni sovg'a qilamiz. Undaqda Shirali o'zingiz yaxshi ko'rgan sovg'atni bir tanlab aytib chiqamsiz. Qani, marhamat. Yaxshi zaman. Shirzaman Shirali. Yaraydi yigit, o'zingiz yaxshi ko'rgan sovg'atni aytib chiqmang. Yaxshi Anamsi klubining sehrgar Yaraydi, hisobini oldi. yaxshi aqlli yigit. O'tirib kelgan yigit. Undaqda Shirzaman bundan keyin yana bizning programmamizga qatnashib, texmi yaxshi bo'lgan rolingizni joriy qildiring, ma'qulmi? Yaraydi yigit. Arziman sizni qarshi olamiz shu zaman. Har vaqt programma sizni qarshi oluvchimi Shirzaman? Ma'qulmi? Yaxshi. Bugun men o'g'lim Shirzamanning ishbasi nihoyat yaxshi bo'ldi, lekin vaqt chatda sal o'tirib qo'ydi. Men shuni his qildimki, bundan keyin balni universal jihatdan hamda bunda hayvonlarni to'ntish, tanarkat degan har qaysi taraflardan to'liq tarbiyalashak bo'ldiki, shuning doir materiallarni aprish, ashlarga apribda bir ko'sadigan o'rinlarni ko'sish orqali texmo takomillashtirishni o'ylab qoldim. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, aziz buvoq aql baxsi programmamizning bu soni vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Programmamizning har xil va o'zgacha mazmunlari kelasi sonli programmamizda davomli hozirlanadi bo'ldi. Kelasi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.